Болса, көңіліңді ойлаған әр қандақ нәрсені yazsаң болады. Юректік алда өзің қылмақчы болған әр қандақ ішін yaz. Саңа бір ішін деп берейін. Аят саңа найт, қаттық бір мұшатыды. Бұның бәрдашық беріш үшін қалбың текімі күштік болыш керек. Әмісі мен әң амырақ боксы мисалға алайлы. Бастар Дауглас ерге yıkıldı. Әзәлдің бір кім Тайсондан мұшап yıkılған деген орындан тұрып бақмаған. Тәтір санақ ақылы шай деген болсы ма Бастар Дауглас яны да орындан тұрамады. 4, 3, 2, 1. Ding. Musabik vaqtincha to'xtatildi. U sahnaning bir bulunur kep qolganda butkul dunyo shundaq u tugashdi deb aytganda qiladi. Bastir Douglas Musabik sahnasiga qaytib chiqdi. Shundaq Tayson uni yana yiqitib atkil tasla qoldi. Dal mush vaqtda Tayson xuddi men yangdim deb aytganda qiladi. Gapimga quloq solinglar. Amaliyotda hammanglar Bastir Douglas o'xshash hayotlik sahnasining bir burchiga kelib qoldinglar. Sizlar Musabikni voz kechsanglarmi, qaytirib hujum qilsanglarmi bo'ladi. Navada qilmoqchi bo'lganinglar aslo ish bo'lgan bo'lsa, hamma odam uni qiladigan bo'ladi. Hayotlik sahnasining o'tirib kelinglar. Ya'ni men sizlarni Bastir Douglas o'xshash qilinglar demoqchi. Bastir Douglas qaytirib hujum qildi. Mana bu chog'da butkul dunyo uni hayron qoldi. Bah, u boksda osidagi yengilmas azmat Taysonni yiqitdi. Vay neymiş oldu? Tomashbullar Bastir Douglas'ı qarashdi. Bastir Douglas bu nəhayət addi. Anam qaza qilishdan ilgari hamma odamga o'g'lim Taysonni yengidi degan edi. Musobaqadan 2 kun ilgari anam qaza qildi. Shundan keyin men Taysonni yengishga bel bog'ladim dedi. Apisi o'lib ketgandan keyin Bastir Douglas apisining o'limiga qayg'urib o'tdivasin bo'ladi. Lekin u qayg'uni kuchga aylantirib, opam uchun musobaqaga qatnashiman, Taysonni mag'lub qilaman degan irodaga keldi. Mana bu iroda uning qalbidagi, uning bo'shliqni kuchli bo'lgan eliq kuch. Uning musobaqada g'alaba qilishining sababi, uning tirishiga turtki bo'lgan omil. Sizlarga deb qo'yay, navoda qalbinglardagi islarni harakatlantirgan kuchning zodi nimaligini bilmaysanglar yoki irodanglar mustahkam bo'lmasa, undaqda har kuni hayotning boks sahnesida qattiq mushab yiqilaversizlar.